Mana nima uchun biz shifokorlar stressdan doimiy uzoq yuring deb tavsiya qilamiz. Bugungi bemorimiz 33 yoshdalar va ko'krak sohasida kuchli og'riq bilan bizga murojaat qildilar. Tekshiruvlarda infarkt tashxisi qo'yildi. Keling o'zlaridan xabar olamiz. Aka, qalay ahvollaringiz? Yaxshi his qilyapsizmi? Nima bezovtalik bilan keldingiz bizga? Ko'krak qisish anaqasi bilan keldim, ko'krak og'rig'i bilan. 3-4 kun oldin sal chap qo'lim uyushib, oshqozon og'riq deb o'ylabmiz. Oshqozon. Oshqozon og'riq deb yuraversak, bir soatda o'tib ketdi. Yuraverdik. 3 kundan keyin qaytalarni og'riq berib, qo'yavermadi oxiri. Qo'yavermadi. Unda ham oshqozon og'riq deb o'yladik, kelmagancha bilmadik. Mana moshina haydab keldim. Og'ir Doston akadan tashxis qo'yildi. Mana shunaqa yurak kasalligi. Yurak kasalliklari dastlab kichkina yengil belgilar beradi. Agar siz e'tibor qaratmasangiz, yurak bittada qattiq kuchli siqadi va hayot uchun xavfli holatga olib keladi. Sizni yurak bo'yicha qanday savollar bezovta qilyapti? Bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Biz albatta javob beramiz.